Allah Allah. O'rtoqlar mana navkarga ketishdi, kelin olib kelgani. Na Gelik bor, na Range Rover bor, na 221 yoki 222 Mers bor. To'y o'tyapti. Asosiysi yoshlar baxtli, xursand, hamma xursand. Aytishinglar mumkin. Ularda sharoit shunaqa, bizda boshqacha. Ularda urf-odat boshqacha, bizda boshqacha deyishinglar mumkin. Lekin aslida hammamiz bitta yer sayyorasida yashaymiz-ku. Robbimiz bitta, kitobimiz bitta. Juda ham chiroyli joylar, ayniqsa havosi turpoq bo'lishi mumkin, chang bo'lishi mumkin. Allergiya bezovta qiladi. Sababi atrofimda archalar mana. Oddiy misol, orqamdagi daraxt ham archa. Kichkinasi ham archa. Hamma daraxtlar bu yerda archalar. Baland binolar bo'lmasligi mumkin, lekin baland tog'lar bor. Misol uchun mana o'sha turgan uyni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana o'sha uy taxminan hisoblasa, etaj deb yerdan hisoblaydigan bo'lsa, bir 60-70 etaj hisoblasa bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Asosiysi xotirjamlik bor bo'ladi. To'g'risi men havas qildim. Inshaalloh niyat qilaman, balki mana shu tepaliklardan birortasida sotiladigan yeri bo'lsa, olib hajab 2 xonali uy qurib yashash. Hali hayot oldinda. So'nggi nafasimizgacha nimalar bo'ladi biz bilmaymiz. Salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.